Aziz do'stlar, $1950 bitgan obyektimizga bitta baho berasiz. Usta akamiz tomonidan mana shu chiroyli obyektimiz bitkazilibdi. Remont juda ham chiroyli chiqqan. Fasad qismini chiroyli holatda usta akalarimiz jiddiy transitsiya qilib berishibdi. Borchlarga bitta alohida baho berib qo'ysa, 3D rombik fasonda bo'lgan tepalari, ugullariga versachilar qilib beribdilar. Juda ham chiroyli holatda bitkazilgan. Aziz do'stlar, baho berasizlar. Mana shu obyektimizni usta akalarimiz 11 kunda ichida mana shu chiroyli holatga keltirib berishibdi. Yaltirashlar, blesklari zo'r chiqqan, lekin aziz do'stlar, buyoqlari 3D pavasa fason va buyoqlarga arka taylangan, juda ham chiroyli holatda bitkazib berganlar. So'mmasiga nima deysizlar? Tashqari, ichkari qismi $1950 ga mana shu fasad qismimiz bitgan. Remont lekin juda ham chiroyli chiqdi. Yaxshi niyatda birovlar layklarni aymanglar. Fasad qismini remont qilaman degan akalarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Sizlarning ham qo'llaringiz mana shu chiroyli holatda usta akalarimiz bitkazib berishadi. Darvoza, eshik, deraza giltlarini o'zini mana shu chiroyli qilib penoplastiyaga ishlatilmasdan jertki traventinni o'zidan chiroyli qilib bitkazib berishibdi. Remontga bitta baho berib qo'yinglar azizlar. Usta akamizga murojaat qilasa 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatadilar. Kvadrat metrlariga kelsak $8 dan boshlanadi. To aziz